Assalomu alaykum. Salomat Aleksandrovna, sizlarning savollaringizga javob berishni davom etmoqda va kommentariyadagi keyingi savolni sizlarga o'qitirib eshitiraman. Assalomu alaykum doktor. O'tgan yili o'zimizning poliklinikaga borganda menga kolposkopiya tushing degan. Lekin men qo'rqib bormay yuribman. Nima uchun yuborgan bo'lishi mumkin deb qo'rqyapman. Fuqaram shunaqa savol bergan. Juda o'rinli savol, chunki bilamizki, hozirgi kunda bizning mamlakatimizda, qolaversa aynan hududimiz Xorazm viloyatida 402-sonli prezident qaroriga asoslanib, ayollarda bachadon bo'yi saratoni va ko'krak bezi saratonini oldini olish maqsadida onkoskrining juda ham chuqurlashtirilgan tartibga yo'lga qo'yilgan va hozirgi kunda 30, 40 va 50 yoshga kirganlardan birinchilardan odam papilloma virusiga analiz topshirtiriladi va shu odam papilloma virusi topshirilgandan keyin musbat chiqqan tahlillarni biz nima qilamiz? Suyuqlik sitologiyaga tekshiramiz. Suyuqlik sitologiyada, ya'ni odam papilloma virusi hujayralardagi chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqargani aniqlansa, aynan shu ayolni biz qayerga? Markazimizga kolposkopiyaga tekshiruvga taklif qilamiz va bu jarayon, ya'ni kolposkopiya tekshiruv ma'lumotiga ko'ra juda ham og'riqsiz kechadigan jarayon hisoblanadi. Bu barcha ma'lumot berishga tayyormiz. Nima qilinadi bu uchun? Bu uchun ayol kishi kolposkopiya xonamizga kelganda unda o'ziga maxsus ko'rsatmalari bor, ya'ni hayz ko'rmagan holda hech qanday shamchalarni ishlatmasdan tayyor bo'lib kelishi kerak. Kelganda mana ko'rib turibsiz, hozir mulash tarzida sizlarga ko'rsatamiz. Shunda kolposkop apparatida mana shifokorimiz ishlab turibdi. Sekin kolposkop tegmaydi. Tegmagan holda kamera yo'naltiriladi. Kamera yo'naltirgandan keyin bachadon bo'yni kattalashtirilgan, 40 marotaba kattalashtirilgan tasviri chiqadi. Va e'tibor etgan bo'lsangiz, muammolar ko'rib chiqariladi. Mana bu muammoli bachadon bo'yni va muammoli joyda kerak bo'lsa, shurni o'zinda nima bor? Maxsus shu to'qimani hech qanaqa og'riqsiz olib berib, uni chuqur to'qimalarni tekshirish uchun tekshiruvga yuborish imkoniyati bor. Shuning uchun bu fuqaramizga bizning tavsiyamiz, qo'rqishga o'rin yo'q. Tezda sizni o'sha mahallada kolposkopiyada chaqirilgan bo'lsa, yashash hududingizda onkonazorat xonasiga, agarda sizda odam papilloma virusi tahlili musbat chiqib turib chaqirilgan bo'lsa, albatta bizni respublikaga ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm viloyatiga taklif qilamiz va mana shu tekshiruvdan o'tkazamiz. Hammaga rahmat.